Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Minecraftimiz va yana o'sha Shelgim Forpapa salomlashib qo'y. Salom. Salom ana. Короче, bu videoda biz mana shu ko'rib turgan ikkita kichkina orolchalaringda o'zimizga bittadan orol tanlab olib yashab olishimiz kerak. Ajdarda tuxumini kim birinchi olsa o'sha nima bo'lsa ham da bor o'zing tomonga. Bor. Unda vyjvaniyani boshladik. Bu yana o'sha Steve'skidaman, chunki o'zim akkauntim o'chib ketdi, to'g'rimi? Shu bilan 7-marta akkauntimni o'chirib olishim. 7-marta. Ha, 7 marta. Yetib oldimmi? Hayvon bor ekanmi san? Uy bila. Yo'q. Muncha ko'psan-da. Menda dash bitta to'g'im paydo bo'lmadi. Bitta hayvoningni olib kelasan menga. Suvga qo'rasan. To'g'rimi? To'g'ri. Mana o'zini xohishi bilan beryapti. Hech kim majburlamadimi san? Yo'q. Ha, ana. YouTube'da qara shu qizlarni to'rmay 600 ta ishni boshladi. Sizdan короче. Yaxshi. Hoppa. Bu daraxt ham tugamaslikka qolyapti-da. Buncha daraxt kimga kerak? Sanga. Bilsang, har doim aytishadi, sen gapirmaysan, dashni doshlarga aytishadi. Sen gapirmasliging. Ba'zida men gapirishim hech narsa bo'lsa, ular qara zvezda bo'lib ketyapti. Sekinroq. Shift bilan bossang, hammasi bitta bo'lib qoladi shunaqa. Bilan muncha ovozi bilan. Tushunishinglar uchun bitta joyda yonma-yon o'tiribmiz. Mikrofonimiz ham juda ham qimmatliga. Mikrofonimiz sal qimmatliroq bo'lyapti. Juda ham yaxshi yozyapti. Ortiqcha yaxshi yozyapti. Bunday qilsa-chi mikrofon. U qo'lga joy qolmayapti. Bo'ldi, men tushundim mana. Ovozi yaxshi bo'layotgandir. Birinchi versiya ekan. Sonda nima qilaman men? To'g'risi ham da sonda nima qilaman? Hammasini o'ldirib ferma qilamiz. Sen bilan kallab qilamiz biz. To'g'rimi? Bitta o'ldirdim xolos. O'zingni xohishing bilan kallab qilmoqchimisan? Boshqa yerda ochdim-da, shu sitni ochib turib, avvalda qarasam, shu san turgan joy bor-ku, tayda lava bor ekan, ko'lab ko'rdi. Yo'q, bunchalik emas, ali qumli joy bor-ku. O'shin tayda ko'vda lavali ko'l bor ekan. Suv yormaqa. Bila, buncha ko'p tosh ololmam. Birinchi tunni o'tkazib olish kerak. Shiydirganmi gap yo'q, qara. Quyosh tushib ketyapti, ba'zan oy chiqyapti, bulutlar qara. Buncha chiroyli shiydir. Hop, hop. Hop, hop. Yana nima kerak menga? Yana nima yasaldi? Ana. Zombi akalar kelishadi orqamdan. Shuning uchun pizdilab olishim. Menda ham mollar bor ekanmi? Yo, orol almashib qoldimi? Mana shu o'simlikka hech tushunmadim. Agar biladiganlar bo'lsa, kommentga yozinglar. Qara. Bizda ham mana o'zi tushadi. Bunda hech narsani craft qilib bo'lmaydi. Dekoratsiya qo'shish ham shu xuniy narsa. Bu bilan dekoratsiya ham qilib bo'lmaydi-ku. U mandarax ideal ekan turadi bu. O'sha akalar chiqishdi, buncha ko'p bular. Ani skelet bilan urushyapti ular bilan. Mana o'ldirib olmay ko'rdim. Oshna orolingda zombilar bormi? Yo'q. Hammasi menga kelyapti-da. Uy! Birikcha bor ekan. U bir ikkita basatda qarab ko'r. Qanday bor? Form, efirma. Zombi ferma. Unchalik qattiq ezma, bilib qo'yashga bo'ldi. Qo'rs tiqyapsan ekandagilar. Mishkinga. Kaklas pechkaga yetdi. Mana, bo'la pechka. To'rtta qo'ysam yetadi. Короче, go'sht pishyapti, akalar, uni bratishkalar bilan solishgan chiqamiz. Ikkita jonim qoldi. Endi bitta. Nima?
Son. Ha ikkita. Haligida 3 ta ekan. O go'sht. Oh. Bilsang eng kerak narsa Minecraftda eng kerak ovqat shaklidagi narsa nima topchi? Nima? Oltin to'ng'iz. Yeyman bo'lmaydi, hech narsaga ishlatib bo'lmaydi uni. Biror marta hech kim ishlatganini ko'rmaganman. Minecraftning ovozini tushirib ol. Bu videoda chunki menikini ham ovozi chiqadi. Oshna orolingga o'tib tursa maylimi? Bo'lmaydi. Chunki men solo yugurib. 3-marta o'lyapman. Yo'q. Full bright bas ekan. Boshqa ali o'zingnikini yozib ko'ruvchi. Ha, night vision ali. Qora lampochka rasm bor basa, u night vision. Bilin. Çok kuyulaveradi bular. Zerikishmadi. Yaxshi Fulbright'ni Mana purpose killa. Xuddi shu Fulbright deb bilaman. Nima? Ay, u yo'q bu bas edi ekan, nimaman. Hali qora lampochka rasm bor edi bo'lyapman sendagi hozir. Bilet, klipper portlagan ekan. Vuy, qot. Voy, emas qilib olma. Night vision senami? Bright light. Voy. Night vision deb yozib ko'rar. Shadering bo'lsa kerak emas undan narsa shader o'rnatgan narsa. Make up ultra fast tort mana menda endi chiroylikgina. Nima? Na bu bas edi-yu mayli tortda ishlayveradi bu ham. Minecraftda ham o'zi shunaqa kamanda bor edi. Yorug'lik ko'tarilgan. Nu u chiterlikka kirib qoladi, kod yozmaymiz. Billa, klipper ham portlatib yubordi narsalar. Bo'ldi quyosh chiqyapti, bo'ldi. Kerak emas kechat qilma hech narsa. Quyosh chiqyapti. Voy, hozir bilsang nima topamiz hozir? O'shnaqa. Fokel. Quyosh chiqdi-yu, baribir tegishyapti-yu. Nochga savollarim bor. Telefonda olsa aytaman. Biling, narsalarimni portlatib yuborib haqiqatdan ham. Birotta qilichim ham qolmabdi. Bor aka, yaqinlashma. Yaqinlashmaylar. Qatta qimlab bergan, ishlatgansan kayf qilib. Qara. Men o'laman, bitta tegsang o'laman. Degan ko'd. Qoch. Yugur. Yaqinlashsang otaman oshna. Kamonim jinni bo'lyapti. Yaqinlashma. Nima? To'xta, narsalarimni olib qo'yman. Yo, kelaver, urmayman. O'srifni tozalaylik. O'zimcha o'srif deb qo'yishim qara. Ber narsalarimni, mencha o'g'irlik qilyapsan. Ber. Qilichim qani? Ana qilichini. Hozir metta bloklarim ham. Swipe inglizchasini ayt, bo'lmasa o'lib ketasan. Bor. Ha? Ustidan o'qib olish chiterlik. O'qigandimi va o'zi bitta xolos Kirkamchi? Kirka? Mencha o'g'risan. Kirka yo'q. Boltamchi? Bolta, mana palka ham. Palkani nima qilaman? Kirkamni topmanga. Kirka, gazet olmani. Ani sutay, shader bilan sutayni qara. Nima qaysi kanalda F6 F1 Sankini bilmayman. F3. Ha, F3. Ha, 66 FPS beryapsanlar. 60. Shader o'rnating 30 gacha tushib ketaverar ekan-da, bemalol o'ynab tur. Mincha nima burkut ko'rsin. 720 ga nechidir 1080 ham yaxshi. Yo'q, undan baland olib. Foydasi bo'lmadi, hali ham 60 beryapti. Sen undan ko'ra maksimal shaderlik FPS ko'targan. Mana buzilgan. Vasinsi yomonmi? To'xta, Vulkandoz 60 dan baland ham bermaydi, past ham bermaydi. Past bersa 58 gacha tushadi. 60 bilib. Qanday qilib?
Bizingsda o'chirib qo'ydingmi? Qanday qilib? 200 FPS olyapsan. 200. Unaqa baqima mana Vulkan. Bilaman shuncha payt 60 FPS o'ynab yurganman Vulkan sketsat qilib. Sen 200 olyapsan, kayf qilib qara. Optimizatsiya qara. Voy biling. Oh, astag'firulloh. Kesib tashlaymiz batni. Laglarda nima qilib ketayotdimmi? Qiynalib ketyapti, siqilib qolyapti. Bu daraxtsam, chopmayapti. Mana daraxtni chopma. Uzr. Mana daraxtni chopma, bu ideal daraxt ekan. To'xta. Mana senga yana kattalar gaplashamiz. Verstakmi? Mencha boysan. Verstak menda ham bitta bor. Daraxtlarimga tegma. Nima ko'mir topdingmi? Ko'mir yo'q, yer tagiga tushganim yo'q. Faqat tosh olib chiqdim xolos. Unda men yer tagiga tushdim. O'zing joyingga borib tush. Men zombilardan qutulgancha qildim xolos. Men shunchalik yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Daraxtimga tegsang o'ldirib yuboraman undida. Sen daraxtga qo'yapti uni? Ha, bo'pti, ketaver o'zing. Men tezda bo'lmasa daraxt ko'paytirishim kerak. Kichikroq uyga daraxt yetarli menga. Voy, unaqa qiynama. Joylaganda asabga tegmasa yaxshi bo'ladi. Mana o'sha anmur yasin. Ko'mir yo anbor. Hozir dastavka qilib beraman ko'mirni. 3000 benzin dastavkasiga. Agar bizdan shu ko'rikimizni $2000 olsangiz, yoniga shu kompyuterni qo'shib beramiz deydi. Ko'rganmisan? Mencha arzon ekan deb olaverishadi odamlar. Qara $2000 ga ko'rik olsang kompyuter. Bilasanmi, kompyuterlarni bir joydan yig'dirasan, masalan, APGdan yig'dirasan, $2000 yig'ib berishadi. Agar ashini o'zing alohida qilib yig'sang, qanchaga tushib ketadi, bilasanmi? Qimmatga tushib ketadi. Qanaqa qilib bular bunaqa qilisharkan? RTX 5060 ham qo'shib berishadi-yu, hali $1000. Ko'mir chiqaradilar. Daraxt ko'miri. Mencha aqlliman. Biling, birata temir topmadim. U ana qara. Baxtimga temirchilar sog' bo'lsin. Ikkita chiqdi xolosmi? Ikkita yetmaydi. Harakat qilish kerak, harakat, tinmay harakat. Biling. Endi bundan. Yana bitta topganimda kilka yoki nima? Menda ishlayveradi. Shader. Uju dipsletgacha keldi. Dipsletdan uy qurmoqchimisan oshna? Fukusinga 15 ketdim. Mana senga temir. G'orga tushib ketdim. Xudoga shukr. G'orga tushib ketdim. Ishon Chiliper keldi. Yedim. Tinchlikmi ko'ramsan, dadajon dedi. O'lsam. Pulgari mana. Charochi temirdan muammo yo'q, so'raverasan. 3 kilo jo'natib olmayman senga temirdan, qara. 3 kilo. Mastaklab yurmayman, stak bu senga stak. Men 2 kilo. Hozir kecha qarochi Minecraftni o'chirib tortishimdan oldin FPS даже shadersiz Vulkan bilan ham Vulkan o'ynayapman. Endi mashinalar debman. 40 dan oshmayapti FPS, nima qilsam ham. Shuni o'chirib tortdim. Chistlik yuklanib bitta izsam isha 10 minutda udalit qildi. Minecraftda hamma yerda 10 minut. Keyin keskida senda ham hali uzilish bo'lyaptimi? O'ynayotganingda ekrandan chiziqchalamda o'tib ketib qoladi. Ana qara, menda hozir o'tib ketdi. O'chganida hali ekranni yertsa, FPS'ni qilavermayapti. Ana chiqarib beraman. Qara, pastga qarasam nima chiqyapti. Boshqa tomonga qarasam, nima bo'lmaydi. Oshaveradi u chankni 2 qilib olsang bir 300 ga olasan.
Keskilashni FPS bersam arziydi. Ya bile fakir bekorga ketmasin. Ana 4x'da o'chirib qo'ysang bo'ladi. To'xta, grafik float. Yo'q, unga tegmay qoladi, unga tegmay qoladi. Qani masalan. Pasoq tush. Yo'q. Asrobtalari bes bile 2 qo'y. 2 qo'y ko'tarib olsa bo'ladi. Sen oshna, sen tushunmayapsan, men ham boshqa tushuntirolmadim. Ekraning 60 Hz. Undan baland 60 dan baland FPS bersa ham 60 dan baland FPS degani nima? Display tezroq bo'ladi. Sezimlar xolos. O'sha plavnisda sezimlar xolos. Planni sezmasdan nima kerak? Nima kerak? Ha, Rosa kerak bo'ladi. Mana narsa qo'yardim. hozirchi. Keyinroq yana shuni o'ylaysan. O ana versakka tupurib qo'ydim. Nima? Разрешение pasroq qildim. Ha, Takil o'zi yoritadiganmi hali qo'lim shu şeydir. yo'q, hali Ana nimani Night Vision tortib ol. Halida kirdingmi? Nimaga tortmading Night Vision? Bitta jon saqlab turaman hozircha. Ana bizning baza. Narsa qilaman, ishlatib olmasam deyman. Bas shaderni qara qanchalik chiroyli qilib turibdi. Atrofda endi mana yomg'ir tomchilarini qara. Afterski yeyman. Afterski yeyman. Nima kanalimni bloklashga harakat qilma. Xafa qilyapsan yana. Pechka yasamoqchi edim. Zatto yasaladim. Birinchi velsak yasash kerak edi. Mana endi o'xshaydi. Birinchi Minecraft sketch qilganimda notebookka invertorni ochishni bilmaganman. Keyin metdan yurganman boshida. Yoshligimda kirardik-ku, kompyuterxonaga kirib, Brawl o'ynayotsa ham metdan yurardim-da. O'tirib turishni ham bilmasdim. Keyin bilsam keskida ham o'ynaganimda hali o'tirishni bilmasdim, nima? Siz boshlayotgan shift bosib o'tiradi. Shift bosib sekin yuradi xolos. Endi kontrolni bosib ko'rganman. Men keskida shift o'tiradigan qilib kontrolda nima ochadigan, sekin yuradigan qilib qo'ydim. Osona qara. Yaxshi. Bunday qilib qo'ysa tengda. Nima? Ekan Nima? qara, Chunki notebookniki mana nimalarni ezgandek bo'lmaysan-da, tayyor qilmaysan-da. Mana unda qara alohida. Qanasan? Saniki unaqa bo'lsa ham bunday qilib ko'r. Endi menikini qilib ko'r. Aqaba qanday qilsin? Ketaveradi. Keyin sanikida metdesa ham ishlaydi, menikida ishlayotgan. Oldin qarab bunday qatib oladi-da, kontrollarda qatib oladi. Ezaman deb so'kinib kelaveradi, tepib tashlab. Night Vision. Bibli. Topolmayapti dedimmi? 64 GB aytma xotiring. 128 chip qo'ydirib beraman. Qani bu? Ikkita. O'sha qalbimdasan, shuning uchun senga sovg'a qilib qalqon beraman senga sovg'a qalbimdan chiqarib. Qani mana suvra. O'zi Fulbright'da o'rnatdingmi? Xuddi shuni aytib turibdi, ishlash kerak. Endi nima ishlamayapti? Boshqa versiya tortmadingmi? To'xta. Mana. Chatotchi qanaqa? Yo'q. Nasıl? Fulbright nima ishlamayapti? Night Vision turtgan, Night Visionga o'chir. Endi Fulbright'ni o'zini yoqib tur. Balkim ashnadan ham bo'lishi mumkin-da. O vibe qara darsi ya bo'lmabdi.
Fabrik bilan kelishmasa kerak o'zi. Kelmayapti, nimani yo'qotib Muhammad nima topdim. Temir 20 dedi. qo'ydim. Yo'qotib qo'ydim. Ana tapu. Necha pul ketgan? Turganiga. Zo'r narsa bor. Toshni ikkovimiz ham uyimizni sotib olsak, Asus ochki chiqaryapti ekan. Snapdragon 8 chipi bor ochki. 8 nima? 8 o'zi. 8 do'z. Oxirida hali genini yozilmagan ekan. Haligida havoda ishlatib yurasan-da. Nima Apple nima Vision Pro'ga o'xshaydi. Apple Vision. To'g'ri. Bilet chicha qoldi. Hali mod bor bilasan. Qani kallasi tushgan bo'lish kerak. Yo'qmi? Borchi? Yoki u bo'ldi u zaryadlangan kliperda tushadi. Обсуждаю uzun. Hali chaqmoq uradi kliperda. Tushadi. O'shanda Men uni yerga ketyapman. nima? Jonim faqat bor. Ana yoningda qancha ovqat yuribdi, nafas olib. Faqat ikkitasi qosimda tili qolib, bular qosimda haligilar o'ldirib olasan. Menda ham hozir ovqat yo'q. Menda bitta nima bo'lsa bo'ldi. Skorpion. Hech kim urmaydi. Kunduzi Spiderga tegmasang, u ham tegmaydi. Tezda kunduzi lekin uyqu olish kerak. Video ancha bo'lib ketdi. Mol xossanga sut otib bo'lsa, ko'rganmisan? Sanga shitiyasi olim. Kesing bilaman qara. Yomon shitda bu. Xitoydagi va unaqa xitoylik shitlar ishlatib biling. Og'zingga temir bilan uraman ketaverdi. Mollar yana bor ekan. Ikkita mol qopti mana. Joyga mol. Kima qo'ydim? Ashni qilaylik. Birinchi men. Men kesanga. Hoppa, o'sha havo dushi ol. Hozir menni havo dushi olasan. Erda bosib olsang, shetirda boshlanma xo'rakni. Temir deding-a? Mana 7 tasini beraman. De. Voy bilaman olaman hozir. Olding-a? Boringda o'zing tomonga. G'alati o'tirib turgan tez. Men o'tirib turishni 5 marta bossam, shiftni 5 marta bossam, o'yindan chiqib ketadi prikki. Ekranga tut deb narsa chiqadi. Nimaligini tushunmayman shuni. Birinchimda uyda boshlayverish kerak. Men boshqacha narsa qilmoqchiman toshni qara. Men hozir bu yer ustiga uy qurmayman. Men qat'iy yug'uraman deb o'ylasam. Ko'proq YouTube ko'rib turish kerak, suv ustiga quraman. Yoshligimda suv tagiga yug'urardim. Eslasam, eslamaysan chunki sen bilan o'ynaysan. Jiyanim bilan o'ynayman. Qanday kayf vaqtlarda setlashni bilmasdik. Alohida o'zimiz telefonimizda. O'zimiz qo'ydi qarachi. Nima u? Nima bo'lmasdi-yu, yursin. Minecraftda logikasiga zo'r. Yo'q. Buni keyingi 26-versiyada yangilandi. Ana tapurman sizga gapimga besh. Nimasi? Ha, bila. Uni qo'rqitma odamlar, uni yangicha so'zlar ishlatma. Nimaga deydi? Endi borma. To'g'ri qaytdim. Qaychidi. Qilishni o'ldiradimi? Sangi nisa. Mana metdan qo'rsam bo'ladi. Isa gay nisa. To'g'rimi? Bila siqilib qolmash gapingni eshitib boshini. Qaytib unda bola bo'lman. Anajim. Bila yumalarni qanday yasashni bilmayman-da lekin. Ama eplasam kerak. Bu aqlish. Nima deyapsan? Nima yo'q deyapsan? Ko'ngil uchun. Tishlab olaman, nima? Yonimda o'tiribsan, yomon tishlayman.
Zombi ferma quramiz. Agar 4 stak taxta yig'ib bersang menga. Voy, unaqa. Nimada? Butun orolda-ya. Men bo'lganda ko'chib ketardim u oroldan. Necha blok oroldan o'tdimi? Nima? 8 8 ta. 8 ta. Minecraftda yorug'lik 8 ta bilan o'lchadim. Voy, unaqa qilib xohlaganingcha qo'yib tashlaver. Nima o'zingni qiynayapsan, a? A? Nimaga qiynaysan? Nima qiynayapsiz? Mana shu joy qolaveradi, boshqa narsaga ishlata olaman. Biling, tushib ketdim. U yana tushib ketdim. Kim bizni freestyle bilan eslayman, sen freestyle o'ynagansan. Seni kechirmayman. U yoshligimda o'ynaganman, baribir seni kechirmayman. Freefile'chidan kechirish yo'q. O meni eng kuchli san'at asarim, inson qo'li bilan yasalgan eng yaxshi san'at asari. Maqaldan beri nima yo'q, gravidan tushadi-ya. Ha, Aslida unaqa yuribman. mana inson qo'li bilan yasalgan eng zo'r san'at asari. Tushdi. Mo yer ustiga uy qurib bergan bo'lyapman mana sekin. Ashuncha suvayim bor edi, bitta qolibdi. Sen o'g'irlab ketibsan hammasini. Ko'nglim sezdi. Montaj qilyapti, ko'rib olaman. Ha? Hayır. Nafas olishingni his qilyapman. Sen nafas olasanmi? Lekin eshitmaganmisan menda. Boy yo'qoldi. Servetdan chiqib ketdi. Videoda maqsadi yo'q edi. Просто maqsadsiz, просто video. Ko'ringlar, kayf qilinglar, nafas olinglar. Sardorbek nafas oldirish xizmati. Nomerini aytib bering. Qaraytda klientlar kelisha oldi. Ha, freefile'chimi? Ben seni kechirdim. Ha. Alohida chiqdi. Ket tushyapti toshda menda qo'y bor ekan. O'xshaylik setmayapti-ku. Ha bo'ldi. Endi bunday. Rosa o'ldirgim kelyapti-yu, mayli, o'qib qo'yaman. Taraf etmayapti. Yoki lekin epla menga qarab olyapti qo'y. Mana bunga qarab tur. Biling, montaj qilishim kerak. Agar keskin o'zgartirish bo'lganda. O. Yo, notebook bilan qizishni to'xtatish kerak birinchi. Ha. Facebookda bir to'rlarda olsa kerak. Sen bilmadim, olsam kerak deb o'ylayapman. 2 chiqishi ham mumkin, biz otishni bilmaymiz. Darayonda ketdik eski, oshna xayrlashib qo'y. Hayır. Hammaga Hayır. nima qilishni ayt. Videoga obuna bo'linglar. Kanalga obuna bo'ling. Videoga obuna bo'lib, kanalga like bosinglar. Zombimga tegma. Menga qarab qo'y, mencha chiroyli bo'lasan. Qarang. Foto opa. Video ko'rganlaring uchun kattagan rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, podpiska bosinglar. Shu videoda keyingi qismlari yoki boshqa o'yin tegma unga. Boshqa o'yinlar o'ynashni xohlasalaring, bilat. Videoga like bosinglar, kommentariya yozib qo'yinglar. Mayli, xayr. Hop. Hop. Yapmasın.